Hozir Germaniyada tog'ish ishimdaman. Oldin keldi ishtaldanim buzoqxonada ishlardim. Hozir bu yoqqa keldim. Plan bo'yicha mollarni shunaqa joylashtiramiz. Buni to'g'risiga o'tgan safar oldingi videoda ko'rsatganman. Mana shunday sekin. Shunaqa joylashadi. Yurib kelaveradi. Shunday joylashtirib, keyin bularni sog'amiz. Hozir oxirgisi bu. O'zi boshida o'rgan olmaydi. Keyin 2-3 mahal soqqaningizdan keyin hammasi o'rganib, o'zi avtomatik kiradigan bo'lib qoladi. Sog'ish joyiga. Mana shunaqa joylashadi. Bu to'g'ri hammasi o'z joyida. Shunaqa. Oxirgisini ozgina yurg'izamiz. Buni qo'shib qo'yamiz. Orqaga yurib ketmasligi uchun. Mana. Bular sog'ilib bo'ldi mana.